BMW Aytor M50 ni doddasi kelib qoldi-yu. Performansaga shu qadar karbon detallar ko'p. Men buffer tegdi, men ko'rasiz, buffer detallarni falon pulli 21 razmerli diskalar. Undan tashqari ham qara. Haqiqiy karbon spoilerlar, men ko'rasiz, orqa qanotlar, spoilerlar rosta gaslarni doddasiga bitta hayotda ko'rasiz-ku, shunaqangi chiroyli ko'rasiz, buffer orqasidagi karbon detallar u ham mayli. Bu performansida yana paroklargacha karbon, o'rta konsol, torpedka qismlarigacha karbon. Mana M1, M2 rejimlari prosta M50, bu Aytor M50 deb bo'lmaydi, M50 performansda bo'lar ekan. Va aksiyon full komplektatsiya, MCDNLda head-up display, Harman Kardon akustika sistema, panorama, xullas 39.000 probeg 2023-yil kapotdi va shu uchi bilan eshuni burchagida petno bor ekan. Srochniga 49.800 ga bosorsiz bo'ladi.